Assalomu alaykum aziz yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biz xudo xohlasa galdagi ishimizni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida joylashgan Bug'doy Qo'rg'on deya nomlanadigan ayni tog' yon bag'rida joylashgan qishloqdamiz. Ushbu qishloqda Shodi Alqarov fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan bug'doy ekilgan yer maydonidamiz. Ushbu yer maydoni umumiy maydoni 30-40 gektardan oshiqroq yer maydoni va aynan shancha 30-40 gektar yer maydonini aynan 10 gektariga bug'doy ekini ekilgan. Ushbu bug'doy aynan yomg'ir yog'ishini hisobga olgan holda lalmikor yer maydoni bo'lganligini hisobga olgan holda ekilgan va ming afsuski yomg'ir yog'ingarchilik kam bo'lganligi hisobiga va yerni ostidan sug'orishda bir muncha muammolar yuzaga kelishligi sababli aynan yomg'irlatib sug'orish texnologiyasiga ushbu yerda ham ehtiyoj tug'ilyapti va biz aynan ushbu yer maydonida xudo xohlasa yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish ishlarini olib bormoqdamiz. Ko'rib turganingizdek ushbu yer maydoni tog' yon bag'ri bo'lganligini hisobiga shamol bir muncha ko'proq ushbu yerda shamol esib turishini hisobga olgan holda o'zimiz bilan birgalikda o'sha sifat borasida eng yuqori sifatga ega bo'lgan turba va maxsus aksessuarlar bilan birgalikda tashrif buyurganmiz va ushbu yer maydonida skvajina urilgan. Skvajinamiz umumiy chuqurligi 100 metrdan oshiqroq yerga urilgan va aynan 100 metrdan 40 metr masofada 1 kilovatlik glubinniya 220 voltga ishlaydigan nasos o'rnatilgan va aynan ushbu nasos orqali havuzga suv to'planadi va havuzdan alohida nasos orqali yomg'irlatib sug'orish liniyalariga suvni yuboramiz. Videomiz davomida xudo xohlasa bizni ishlash jarayonimiz va ish tugagandan so'ng esa aynan yomg'irlatib sug'orishni ishlash jarayonini birgalikda kuzatishingiz mumkin bo'ladi va aynan sizni qiziqtirgan savollarga mana shu video orqali javob olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli kadrlar hali oldinda. Xudo xohlasa mana ko'rib turganingizdek havuzimiz tayyor holatga keltirilgan va aynan unga mana bunaqa parnikni qalin salafani yotqizib chiqilyapti. Hovuz ichidagi toshlar alohida mana salafan teshmaslik, zarar yetkazmaslik uchun tozalanib, undan keyin xudo xolasa chetiga mana bu tarzda to'proq bilan bostirib, ko'mib, akkuratniy holatga keltirish ishlari davom etyapti. Ko'rib turganimizdek, yuqorida aytganimizdek, sifat borasida eng yuqori sifatga ega bo'lgan issiqqa, sovuqqa chidaydigan turbalarimiz ham aynan biz bilan birgalikda va yer maydoniga olib kelindi va har bir turba maxsus o'sha loyiha asosida bo'laklarga bo'lib chiqilyapti va xudo xohlasa aynan bu turbalar mana bu kabi aksessuarlar yordamida oson uzib ulanishga mo'ljallangan mandal turba holatiga o'tkaziladi va aynan mana bu yer maydoniga yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi o'rnatiladi. Ko'rib turganimizdek, bug'doyning ahvoli juda ham og'ir, chunki yog'ingarchilik juda ham kam bo'lganligini hisobiga o'sish unumdorligi juda ham past holatda va ushbu bug'doylarni xudo xolasa qutqarib qolish uchun albatta sug'orishni oson, ommabop va tejamkor usuli bo'lgan yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini mana shu yer maydoniga o'rnatamiz. Ko'rib turganimizdek, ushbu yer maydoni qishloq nomiga hamohang tarzda bug'doy tepa deb nomlanadi va bug'doy tepada mana e'tibor bering, deyarli hamma joy yon atrofimiz bug'doy bilan qurshab olingan. Juda ham ko'pchilik ushbu yer maydoniga 100 gektar, 1000 gektar, 1000 gektardan oshiqroq yer maydonlari
bug'doy ekini bilan ekilgan. Ushbu yer maydoni Qo'shrabot tumani bo'lganligini hisobiga Qo'shrabot tumanida yashaganlar, Qo'shrabot tumanida bo'lganlar bilishadi. Bu yer maydoni bilmaganlar uchun ikkita tog'ni aynan orasida joylashgan. Ushbu yer maydonida yer ostidan olinadigan, ya'ni skvajina, oddiy tilda aytganda skvajina yoki quduq qazilanganda suv sathi juda ham yuqori emas, balki yaqin masofada joylashgan. Shuni hisobiga ushbu yer maydoni biz bilgan yer maydonlariga qaraganda quduqdan suv olish juda ham oson va samaradorligi juda ham yuqori. Taxminan ursangiz ham xullas qo'pol qilib aytganda bemalol suv olishingiz mumkin. Eng minimal masofasi 40 metr, maksimal masofasi 100 metrgacha bo'lgan masofada bemalol siz istagan holatda suv olishingiz mumkin. Mana bu esa yuqorida aytgan hovuzimiz. Aynan shu yer maydoniga mana bu yerda skvajina urilgan va aynan o'sha skvajinadan mana shu hovuz orqali suv to'planadi va yomg'irlatib sug'orish liniyalariga yuboriladi. Xo'p, biz hozir aynan ishlatadigan nasosimiz ko'rib turganimizdek 220 volt Asaman firmasiga nomli nasos, 2.2 kilovatlik va 21 metr masofadan 240 litr minutiga, ya'ni 14 tonna suvni soatiga haydab beradigan nasos orqali hozir ishlatib ko'ramiz va keyinchalik akamiz tarafidan 3 faza, ya'ni 3 ta fazaga ishlaydigan tok olib kelingandan so'ng xudo xolasa aynan 3 fazada ishlaydigan mana bu nasosimizni keyinchalik o'rnatish tavsiya berilyapti va ushbu nasosni ham biz o'zimiz bilan birgalikda olib kelganmiz. Aynan mana shu nasos orqali keyinchalik ushbu yer maydonida bemalol 11 ta gacha bo'lgan tochkani, ya'ni aylantirib berish, ya'ni qo'pol qilib aytganda sprinklerni 6 tadan boshlab 11 tagacha bo'lgan sprinklerni aylantirish quvvatiga ega bo'ladi. Xudo xolasa chiroq keldi, ya'ni tok manbai keldi. 1 soat yo'q svet va nihoyat ishimizni davom ettirishimizga zamin yaratib berdi, ya'ni tok keldi. Endi stakalarimiz hammasi mana startga yana ham tayyor va ishimizni boshlaymiz. Birinchi galda ish yuqorida aytganimizdek turbalar kesib tayyor qilib olindi. Ma'lum masofalarda o'lchamlar orqali kesib olinadi va aynan mana bu papa mama aksessuarlar orqali aynan mana shu turbaga montaj ishlari olib boriladi. Hovuzimizda esa suv deyarli undan bir qismi yig'ildi. Bizga bu ishlatib ko'rishimiz uchun albatta yana ham ko'proq hajmda suv yig'ilishi kerak. Va yana bitta qiziq tarafi, e'tibor berib qarasangiz, har bitta tog'ni, har bitta qirni orasida alohida qishloqchalar, mana bu yerdan qishloqchalar ko'rinadi. Mana shu yerlik akamizni suhbatini olsak, har bitta mana shu oraliqda ko'rinayotgan qishloqlarda kamida 200 dan oshiqroq aholi istiqomat qilishi aytib o'tildi. Bu yana bir qiziqarli faktlardan bittasi sifatida qabul qilasiz. To'g'ri tushunasiz, ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Xudo xolasa ishimiz yakunida ishlash jarayonini birgalikda kuzatishga muvaffaq bo'lamiz. Xolasa mana har bitta turba alohida tortish ishlari ketyapti mana. Bu yoqda mana davomli sekin oltita bo'ladi mana buni. Yana ikkita bor. Xolasa mana turbalarimiz asta sekinlik bilan hammasi joyiga tashlab chiqilyapti. Hozir bular hammasi o'sha standart o'lchamlar bo'yicha joylab chiqiladi. Asosiy
ishlardan biri bu. Albatta bilib qo'yganingiz juda ham kerakli ma'lumot, ya'ni loyiha qanchalik to'g'ri va mukammal ishlab chiqilsagina yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi o'z samarasini ko'rsatadi. Va yana bitta qiziqarli gap bor. Buki o'sha aynan bug'doy poliyasi, mana ko'rib turganimizdek bug'doy zorning ichidamiz. Bug'doy zordan hech kimni oralab, ya'ni poliyani kesib o'tishga haqqi yo'qligini biz juda ham yaxshi bilamiz. Siz ham bilsangiz kerak. Bilmaganlar uchun ma'lumot. Faqatgina o'sha opasini yoki singlisini ko'rishga ketayotgan insongina bug'doyni ichidan kesib o'tishga haqqi bor ekan. Bu bilan nima demoqchimiz? Biz hozir bug'doy poliyani majburiy ichidamiz. Chunki aynan mana shu bug'doylar uchun yordam juda ham muhim. Suvsizlikdan qiynalayotgan mana shu bug'doylarni xudo xolasa holatini yaxshilashga va tiklash uchun albatta yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatyapmiz va aynan shu sababdan biz bug'doy poliyani ichida kezishga yoki mana shu o'rnatish uchun kesib o'tishga majburmiz. Ishimiz yakunlanishiga xudo xolasa ozgina qoldi. Yakuniy qismi qiziqroq bo'ladi siz uchun, ya'ni sprinklerlarning aylanishi masofasi. Bu haqda ma'lum bir soniyalardan so'ng ma'lumotga ega bo'lasiz. Xudo xolasa hozir aynan mana shu nasos orqali ishlatib ko'ramiz. Vaholanki ushbu yer maydoniga biz 3 fazali yuqorida videomiz boshida ko'rsatib o'tgan 5,5 kilovatlik nasos bilan birga kelganmiz. Hozirgi kunda aynan 380 tok yo'qligini hisobiga 220 ga ishlaydigan nasos orqali ishlatib ko'rish maqsadida o'zimiz bilan yana bitta yangi nasos olib kelganmiz. Xudo xolasa mana hammasi deyarli tayyor. Endi nasosni aynan mana shu hovuzga tushirib ishlash jarayonini birgalikda kuzatib boramiz. Nasosimiz endi suvimiz kamligini hisobiga osilmadi. O'sha balon ustiga nasos o'rnatildi. Endi xudo xolasa tokka ulab startni beramiz. Tak, ushbu yer maydoniga umumiy uzunlik masofa bu yoq tomonga qarab 500 metr va bu yoq tomonga qarab 100 metr va 100 metrlik yerga biz 7 ta tochka o'rnatib, bu 7 ta tochkamiz 120 metr masofaga yetadi. Aynan mana shu 120 metrlik liniya 500 metr bu yoq tomonga qarab ketgan turbani har bir masofasida 20 metr masofada uzib ulanadigan mandal turbaga aylantirilgan va mana shu ko'chirib sug'orish deganda aynan mana shu liniyalar sekin-sekinlik bilan o'sha turba 20 metr masofaga siljib borish orqali 5 gektar yer maydonini sug'orish quvvatiga ega. Hovuz ham aynan o'shanga mos va chiqadigan suv ham mana shu liniyaga yetadi. Chunki sizda qancha suv bo'lishiga qarab biz o'sha liniyalarni yoki tochkalarimizda sonini oshirib boramiz yoki pasaytirib tushirib boramiz. Tak, xudo xolasa ishimizga start berildi. Ko'rib turganingizdek 220 volt 2,2 kilovatlik nasos sprinklerdan ko'rib turganimizdek 4 ta tochkani mukammal tarzda aylanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana bu kadrdan ko'radigan bo'lsak, mana yomg'irni sepish darajasi qay holatda va o'sha ko'pchilik o'zi shaxsiy, ya'ni o'z xohishi bilan yoki o'zini ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'zi mahsulot olib qilayotganlar bor. Siz o'zingiz bilan solishtirib ko'ringchi, aynan shu holatda sepayotgan bo'lsa, demak sizda ham o'xshagan. Lekin bizga kelayotgan ko'plab murojaatlar yoki savollarni e'tiborga oladigan bo'lsak, ularda ko'pchiligida bunaqa yaxshi o'xshamayapti va bizdan maslahat olinyapti, bizdan mahsulotlar xarid qilinyapti va bizni ishimiz mana bu.
Ko'rib turganimizdek mukammal tarzda 220 volt bilan aynan mana shu natijaga erishilyapti. Agarki nasosimizni 3 fazali nasosga o'zgartiradigan bo'lsak, bu 4 ta emas, balki 7 ta tochka aynan mana shu holatda aylanishini guvohi bo'lishimiz mumkin. Va yana bitta e'tiborli jihatlardan bittasi bu, hozir aynan shu yerda shamol bo'lib turibdi, ya'ni shamol esyapti. Aynan shamolni esib turgani ham yomg'irlatib sug'orish uchun bu salbiy deya baholay olishimiz mumkin, chunki shamol siz bilan biz bilganimizdek tomchilarni masofasini, tushish nuqtasini o'zgartirib yuboradi. Aynan mana bu tochkaga e'tibor beradigan bo'lsak, orqasida mana ligirovka qismini hozir mana usta akamiz tarafidan mana shu holatda mana bo'shatadigan bo'lsak, orqasidagi sepish masofasi ham bir muncha uzayadi, ya'ni uzoqqa sepish masofasini o'zgartiradi. Va agar qotiradigan bo'lsak, mana bu holatda mana changlantirib, bug'lantirib sepish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Endi Obid bo'shatib tashadi. Endi mana shu tochkani bo'shatamiz va sepish darajasini kuzatib turishingiz mumkin. Mana aynan mana shu holatda mana masofa uzayapti va tomchini sepish masofasi ham umuman boshqacha holatda sepayotganligini kuzatishimiz mumkin. Mana bu holatda mana bu kadrdan ko'rishimiz mumkin. Endi 4 ta emas, balki 5-tochka ham ochildi. Bu 5-tochka aslida noto'g'ri. Sababi 220 voltlik nasos soatiga 14 tonna suv sepadi va 14 tonna suvni biz har bitta sprinklerimizga bo'lib yuboradigan bo'lsa 3 tonnadan oshiqroq suvga aylanadi. Vaholanki sprinklerlar har biri 3 tonna suvni sepa oladi. Mana bu kadr orqali kuzatadigan bo'lsangiz, juda ham go'zal va juda ham chiroyli holatda va biz rakursni o'zgartiramiz. Ana endi keyingi rakursdan ko'rishingiz mumkin. Yomg'ir tomchilarini har biri qay holatda va qay joyiga tushayotganligini sekin kuzatamiz mana. Bu bizga kelayotgan o'sha negativ fikrlar yoki izohlarga nisbatan olinayotgan kadr aynan ko'rishingiz mumkin. Qani qayerda kamchilik bor yoki qanaqa muammo bor, bemalol fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Biz har bitta fikrni, har bitta mulohazani hurmat qilamiz. Xoh salbiy bo'lsin, xoh ijobiy bo'lsin, har bitta fikr biz uchun muhim. Bu fikr bizni o'sishimizga sababchi bo'ladi. Mana bu tochka keyingi tochkani ostigacha sepayotganligini kuzatishimiz mumkin va rakursni keyingi joyiga o'zgartiramiz. Mana bu rakursdan kuzatamiz. Shamol aynan hozir bizni mana shu orqa tarafimizda, mana shu sprinkler tarafga qarab esayapti. Shu holatda mana kuzating. Keyingisini ostigacha bemalol suvni yetkazib bera olyapti va shu asnoda orasida hech qanaqangi ochiq joylarni qoldirmasdan sug'orayotganligini kuzatishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu yer maydoni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani nomi, ismi, jismiga mos ravishda Bug'doy Qo'rg'on deya nomlanadigan qishloqda bug'doylar orasida bug'doylar qiynalayotgan vaqtda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qildik. Ishimiz davomiyligini, ishimiz natijasini siz bilan biz birgalikda kuzatib bordik va ishlash jarayonini ko'rib turganimizdek go'zal tarzda aylanayotgan sprinklerlarni har bittasini ishlatib siz uchun havola qilib o'tdik. Agar sizda ham xuddi shu kabi yomg'irlatib sug'orishga qiziqishlar bo'ladigan bo'lsa yoki sizda qanaqadir muammolar, ya'ni o'sha yomg'irlatib sug'orishdagi muammolar bo'layotgan bo'lsa, bexijolat bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.
agarki qo'ng'iroqlarga javob berish imkoniyati yo'q bo'lsa, endi ma'lum bir kimgadir biz savol javob qilayotgan yoki gaplashayotgan bo'lsak, qo'ng'iroqlar javobsiz qolishi mumkin. Vaholanki vaqtingiz bo'lmasa, izohlarda o'z savollaringizni qoldirishingiz mumkin va biz har bitta savol va har bitta fikrlarni o'z o'rnida javob berib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu sug'orilgan yer maydoni, mana sekin yurib boramiz. Mana ochiq joylar yo'q, mana boramiz. Mana ketyapmiz, boramiz. Mana hech qanaqa orada ochiq joylar yo'q va 5 minutgacha mana loy va mana sekin boramiz va suv tegmagan joy bilan solishtiramiz. Mana bu liniyagacha mana suv sepilgan. Mana bu yoqda suv yo'q, namlik. Mana bu yoqda esa ko'rib turganimizdek namlik va sprinklerlar aylanish jarayoni. Mana yana e'tibor markazimizda. Bu holatda mana yomg'ir tomchilarini e'tibor bering. Mana hamma joyda mana bir tekis aylanib kelgan vaqtda e'tibor berib turamiz. Mana bu holatda hech qanaqa orasida ochiq joylar yo'q. Ayni mana bu sprinklerda mana ko'rishimiz mumkin. Aylanishi bir tekis soat strelkasi bo'yicha bir tekis aylanayotganini kuzatishimiz mumkin. Ana endi 5 minut vaqt ichida qancha vaqt joy sug'orildi mana. Bunday qilamiz mana. 1 santimetrdan oshiqroq yer mana namlangan mana. Mana ko'ramiz, yana ko'rinadi mana. 5 minutda 1,5 santimetr bo'lganda ham qancha vaqt oralig'ida sug'orishini o'zingiz matematika qilib ko'rishingiz mumkin. Ko'rib guvohi bo'lganingiz Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida qilingan yomg'irlatib sug'orish texnologiyamiz ishimiz o'z yakuniga yetdi. Videomiz davomida sizni qiziqtirgan savollarga javob bera olgan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Vaholanki agar sizni qiziqtirgan qaysidir savollarga javob izlayotgan bo'lsangiz, bemalol videomiz ostidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz har bitta savol, har bitta fikr mulohazani hurmat qilgan holatda javob berib o'tishga harakat qilamiz. Agar sizda ham xuddi shu kabi sug'orishdagi muammolar yoki tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orishdagi har qanaqa duch kelayotgan muammolaringizga biz qo'limizdan kelgancha javob qilib berishga yoki qo'limizdan kelgancha yordam qilishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz aynan siz uchun va biz sizga xizmat qilishdan aslo charchamaymiz. Videomizni kuzatishda davom eting. Bundan keyingi videolarimizni ham kuzatib borish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni va har bitta qilinayotgan videolarimizga like bosishni yodingizdan chiqarmang. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.